G'alladan bo'shagan maydonga ekilgan. 16-iyul kuni ekilgan. Mana Buxorini tanasi, mana hosillari silos uchun ekilgan bu. Xudo xolasa 2 kunda o'rimga tushamiz. Hammasi boshida ikkitadan aka. Buxorining ichi hosillari hammasi shunaqa. Ikkitadan mana olib keling. Mana hosili. Mana bunisi ham. Mana dona. Mana bunisi ham. Mana bular ham shu. Ikkitalab qolgan hosil. Siyrakroq joylari 3talab 4talab ham qolaverar ekan. Mana juda ham siyrak hosil. Mana so'tasini olsa $24 ekan aylanasiga. Mana bu ikkinchi hosil. Ikkitalab so'ygan. Xudo xolasa 2 kunda o'rimga tushamiz. Hosil yomon emas. Mana bo'yi, meni bo'yim 1.84 bo'ladigan bo'lsa, bo'yi ham 3 metrdan kam emas. Juda ham chiroyli bo'lgan. Ichkarlari undan ham baland mana. Mana bo'ylari. Mana endi. Mana Buxori. Mana hosillari hammasi mana ikkitalab qo'ygan. Mana hozir. Hayotda chiroyli bo'lgan.